Assalomu alaykum do'stlar. Jitur avtosaloni rasmiy dilleriga yetib kelganman. Dahshat skidkalar bo'lyapti ekan. Hozir Hoji Akbar aka mana shu yerda T2 modeli, Dashing modeli, X70 modellari, servislari hammasi aksiyalargacha tushuntirib beradilar. Assalomu alaykum. Hoji Akbar aka, sizsiz? Holiz yaxshimi? Rahmat. T2 modeldan boshlaymizmi? T2 modeldan boshlaymiz aka. T2 model. Qanaqa aksiya bo'lyapti bu T2 modelimizga? 2 luxury pozitsiyamiz bo'lyapti bu. Narxida hozir 25 million skidkasi bor. Oldin qancha bo'lgan, hozir necha? 535 million 800 bo'lgan, hozir 512 million 200 skidkada. 512 million qilib berganmiz hozir. 2 luxury pozitsiyasi. To'g'ala balon tortadi, 20 dyuymli diska balon bo'ladi. 20 li diska balon. Xo'p, 360 kamera bor. 540 kamerasi bor. 540 kameramiz bor. Adaptivniy cruise control, klimat control, hamma yo'g'i bor. Беспроводной зарядный, бесключевой достуp. Sidinalarımizda Abadref Abduf bo'ladi. Xo'p. Panorama lyuklarimiz bor. Panorama lyuklarimiz bor mana. Bu panorama lyuklarda, aynalarda голосовое управление bilan boshqarsa bo'ladi. Uni ruscha qilib beramiz. Ruscha qilib beriladi. O'zlaringda bor, o'zimizda bor. Bepulmi? Bonus sifatida qilib beriladi. Bonus sifatida qilib beriladi. Nimalarimiz Sony bo'ladi. Akustikalarimiz ham Sony zavodskiy o'ziniki bo'ladi. Bu xromli qilingan ekan bular. Patsvetlari ham yo'q o'zi. Zo'r. 7 xil rejimda yuradi mashina. Nimalar zaryadkalarimiz bor ekan. Беспроводной zaryadniy. Беспроводной zaryadkalar. Xo'p, skorimiz bunda. Skorimiz yaxshi. Bunisi nima? Funksiyalarimiz. Funksiyalarimiz 7 xil rejimi. 7 xil rejimi. Eco, normal, sport, qorda, qumda, tog'da yurgan alohida rejimlari bor. Qorda ham yuradi. Qorda ham yuradi, qumda ham yuradi. Hamma yoqda yuradi. Hamma yoqda yuradi. Pamять sidiniya. Pamять sidiniya bor. Xo'p, buni garantiyasi qanaqa? Garantiya 6 yil 200 ming kilometrgacha garantiya qilib beramiz. Servis 6 o'zimizda. yilga 200 ming kilometrga. 6 yil yoki 200 ming kilometrgacha. Shida tank ekanda. T2da bekor yo'saganda. Orqalarini ham ko'rsak bo'ladi. Bu aka rasxod qanaqa? Rasxod 8 tadan 14 tagacha bo'ladi. Endi bu rejimiga bog'liq. Ali Eco bilan normal rejimga qo'yib olsangiz faqat oldi balon tortilgan bo'ladi. O'shanda sal ekonomikroq bo'ladi. 8 tadan 10 tagacha rasxod bo'ladi. 8 tadan 10 tagacha. Benzin tanlaydimi, tanlamaydi? Benzin 92-95 benzin deyiladi. Ochsak bo'ladimi? Bemalol. Ochildimi? Ochildi, to'xtang. Bagajlarimiz ham keng. 580 litrli bagajimiz bor. Mana ushlab turadigan ekanda bu. Ha, mana metlarida vishilka, bor. atchigivashka, hamma yo'q bor. Vali nimalar? Limonadlarni ochgani buni. Xo'p, Bluetooth nimaga Bluetooth bor aka bu yerda? 3 kilogramm Bluetooth yozib ber. 3 kilogramm ko'taradi. Bluetooth endi orqa tarafdan muzika eshitib ketgan edi. Ha, Bluetooth ulasa bo'ladi. Maksimalni 3 kilogramm. 3 kilogramm ko'taradi. Nima ekan bu? Stakanli ekan. Men stakanlar qo'yib qo'yib. 12 volt zaryadnilarimiz bor, hamma yo'q bor. 12 volt. 12 volt bo'ladi bu. Bitga propan qo'ysa bo'ladi. Propan chekka qo'ysa bo'ladi, faqat garantiyadan chiqib ketib qoladi. Garantiyadan chiqib ketib qoladi. Hali o'zlaringda yo'lga qo'ygan yo'q. Endi qo'yilyapti, xudo xolasa, bo'lib qoladi. Propan qo'ysalar, agar mabodo o'zlaringda qo'yish xizmat qo'yiladigan bo'lsa, garantiyada qoladi. Garantiyada qoladi. 60 ming и 200 ming kilometr. 6 yil yoki 200 ming kilometr. 6 yil yoki 200 ming kilometr mana adashib ketdi. T2 modeliga. Buni hozir bu 2 luxury pozitsiyamiz. Buni 1.5 komfort pozitsiyasi ham bor. 1.5 komfort endi motori 1.5 bo'ladi. Buniki 2 turbina bo'ladi. 2 turbina bo'ladi. Ha. Buni faqat endi bundan farqi oldi balon tortilgan bo'ladi. Oldi balon. Faqat, ha. Orqasi tortadi, buni faqat oldi tortadi. Kuzovida farqi yo'q, просто o'sha motorida, diska balonida farqi bo'ladi unisini. Narxida qancha farqi bor? Narxi 442 million qilib berganmiz uni skidkada hozir. 442 million. Zo'r aka. Endi buni boshqa mashinalarda konkurent qaysi aka? Boshqa modellar. Model endi Range Rover Defenderda nima? Range Rover Defender bunga konkurent bo'ladi. Konkurent bo'ladi. Ha. Buncha modellar yo'q o'zi. Buncha konkurent yo'q endi. Dashingni ko'raylik aka. Ha, Dashing ko'raylik. 1.5 turbina motorligi bo'ladi bu. 1.5 turbina motorligi. Necha pul bo'lgan hozirgi aksiyada necha pul? 365 million bo'lgan. Hozir 345 million 800 skidkada. 19 dyuymli diska balon bo'ladi. 19 dyuymli quyma diska bo'ladi. Balon o'zi yumshoq bo'ladimi? O'zi yumshoq bo'ladi. Damini tushirib olsangiz bo'ldi aka buni. Mashina o'zi ochiq mana. Ochiq holatda redline qilingan. Redline qilingan ekan mana sidinalari. Bunda ham xuddi o'sha Abadref, Abduf sidiniya, голосовое управление, cruise control, klimat control, беспроводной зарядный, бесключевой достуp. Polilar o'zi bo'ladimi yo qo'yib berasizmi? Polilar qo'yib beramiz endi buni. Baglarda xonadonliklargacha bo'ladi. Barida bor, xonadonligi. Bu pastami? Yo'q, o'sha bagda ichida bo'ladi. Ichida, mana uni ichida. Buni ichida. Ha, ochsa xonadonligigacha bor.
Orqalari ham yaxshi keng ekan. Panorama tom. Panorama lyuk. Xo'p, buni rasxodi qanaqa aka? Buni rasxodi 7,5 ta shahargacha. Shahar ichi. Danniga bundan ham tushadi. 6,5 taga tushadi. 6-6,5 ga tushadi. Propan qo'ysa bo'ladi. Propan qo'ysa bo'ladi. Garantiyadan chiqib qoladi. Garantiyadan chiqib qoladi. Ammo propan qo'yilgan bo'lsa 1 ga 1 yuraveradi propanimiz. 1 ga 1 yuradi. 1 litrga 10 kilometr yurib beradi. Yo'q, unaqa ma'noda emas. Masalan, ko'p mashinalar bilsangiz, inomarkalarda 80% propan, 20% benzin yuradi yurayotgan mahalda. Ha. Bu 100% propanni o'zida yuradi o'sha. 100% propanni o'zida yurib Faqat beradi. ertalab qiziyotganda benzin rasxod qiladi. Mana zapaschalarimiz o'ralgan bo'ladi. Mana shu yerga tabletga balon qo'yib Mana olsa. shu tabletga balon qo'yib olsa bo'ladi. Zo'r tushar ekan. Yana ham ekonom bo'ladi. Ularga propan qo'yib olishadigan bo'lsa. Mana bu tomondan ham ko'rsatib beraylik mashinaning ichlarini. Endi yana qanaqa modellarimiz bor aka? Aksiyaga tushgan modellarimizni Eng ko'rsating. yaxshi aksiyaga tushgan X70 modelimiz bor. X70 modelimizni necha xili bor? Hozir bir xil pozitsiyasi bor, просто ikki xil svetimiz bor hozir. Ikki xil svet bor, bir Jemshug xil svetimiz bor, qora svetimiz bor. Qorani ko'rsataylik. Bu necha pulida necha pul bo'lib qoldi aka? 334 million bo'lgan, 280 million 800 skidkada bo'lib turibdi. Bu oxirgi partiyaligini hisobiga ana skidka berilgan. Boshqa kelmaydimi? Undan boshqa kelmaydi. O'sha 5 dona yoki 6 dona qolgan sklatimizda, o'sha oxirgisi. Nima sababdan kelmaydi endi bu aka? Уже yangi pozitsiyalar chiqyapti, o'sha sababdan kelmayapti hozir bundan. Jitur X70 keladi, lekin boshqa pozitsiya bo'ladi. X70 FL bo'lib keladi. FL bo'lib keladi. Umuman boshqacha. Yangilangan yangilangan versiya bo'ladi. Bunda ham xuddi o'sha hamma yo'g'i 360 kamera, cruise control, klimat control, обогрев сиденья, panorama lyuk. Motori qanaqa aka? 1,5 turbina bo'ladi buni Bu ham motori 1,5 turbina. Rasxod-chi? Rasxod 8 litr bo'ladi shahargacha. Keyin buni qulaylik tarafi 7 o'rinli bo'ladi. Orqasida ham ikkita Yetti detski o'rinli. o'rinli bor. Ikkita detskiga joy bor. Ikkita detskiga joy bor. Elektron bagaj Elektron bagaj upravleniya. Oyoqqa ham datchik qo'yilgan. Bu faqat qulupligida ochadi. 7 o'rin. Qulp bo'lish kerak, qulp bo'lish kerak. O'shanda ochadi. Zapaskasini tagida bo'ladi. Mon tagida. Buni tagida bo'ladi, ko'zib tagida bo'ladi. Propan qo'yilsa ham salonga xalaqit bermaydi. Salonga xalaqit bermaydi. Tagida, tagida turaveradi. Tashqarida turadi, zo'r aka. Xohlasa bagaj sifatida, xohlasa o'rindiq sifatida foydalansa bo'laveradi. Bagaj sifatida ham foydalansa, katta bagaj bo'ladi. Bemalol yuklarni solib ketsa bo'ladi. Вообще zo'r. Xohlasa menga So'sha silindr balon qo'ysa bo'ladimi mana shu yerga xohlasa? Sig'sa kerak. Yo'q, silindr balon sig'maydi. Sig'maydi, Yo'q. Zo'r. Hozir bu X70 bilan Dashingning motori bir xilmi? Motori bir xil, ot kuchida farqi bor faqat. Bu 147 ot kuchi, bunda 156 ot kuchi. 156. Bunda ko'proq bo'lyapti? Bunda ko'proq bo'lyapti. Sportivniyroqda u. Ha, bu Dashinglar. Bu Dashingning qorasi, unisi jemshugi. Pozitsiyasi bir xilmi ekan? Pozitsiyasi hamma yo'g'i bir xil, просто svetida farqi bor xolos. Dashing chiqaveradi, hali beri. Dashing hozir bor, hozirda chiqyapti. Zo'r. Nojiturda oqi. Oqi X70 modelimiz, oqi hozir shu. X90'lari ham bor, X90lar to'xtatilgan hozir. To'xtatilgan. Qaytib chiqmaydi undan. Jiturda nima yangilik bo'ladi aka? Mana hozir ko'ryapman, T2 ni ko'ryapman, Dashingni ko'ryapman, X70 ni ko'ryapman. Yaqin kunlarda yangilik modellarimiz chiqyapti. X70 FL, X50 hamda X20 modellarimiz chiqyapti. X70 FL yangi oyga keladi, xudo xolasa, may oyiga. X50 bilan X20 ni qachon kelishini aytishgan yo'q hali. Hozir Xitoyda taqdimoti bo'ldi. Hozirda qachon kelishini noaniq. Hali noaniq. Endi aka aytyapsiz, T2 modelimizning narxi oshishi mumkin. T2 modelimiz qanchaga oshishi mumkin taxminan? Aniq demayapsiz, lekin kutilyapti. 571 millionda atrofida deyishdi. 570 millionda atrofida chiqar ekan. Yangi narxi buni. Hozir 50-60 millionga narxi oshishi mumkin buni. 50-60 millionga qachondan oshishi mumkin? Yangi oydan. Yangi oydan. O'shanda aniq bo'ladi, oshadimi, oshmaydi. Shunda aniq bo'ladi. Xabar bor, oshishi mumkin degan xabar bor. Nima bilan Dashing bilan X70 gacha aka? Dashing modelimiz hozir oshish nimasi yo'q, ehtimoli yo'q. X70 modelimiz tugab qolish ehtimoli bor. Tugab qolish ehtimoli bor. Yangi salondan garantiyni olaman deganlar, X70 ni yoqtiradiganlar tezroq kelib, tugab qolmasdan olishlari 5 dona qolgan, hozir olishlar tavsiya qilinadi. 5 dona qolgan. 5 dona qolgan. 1 dona o'sha oq jemshug rangimiz qolgan, 4 dona qoramiz qolgan. 4 dona qora, bitta oqidan qolgan. Xudo xolasa, Jitur avtosalonining rasmiy dilleridaman, Farg'onada. Pastga raqamlarni qoldiraman. Bemalol Hojakbar akamga aloqaga chiqishlari mumkin. Kelsalar ham Hojakbar akam o'zlari kutib olib, sizlarga xizmat ko'rsatadilar, kalitlarni o'zlari topshiradilar. Servis xizmatlariga ham o'zlari yo'l ko'rsatib
tavsiyalaringizni berasiz. Hoji Akbar aka, sizga kattakon rahmat. Bizni obunachilarimizga kelishsa albatta bonus qilib berasiz. Nima bonus qilib berasiz? Tonirovka yoki polikni siz obunachilarga bonus qilib beramiz aka. Bo'ldi. Mani nomimdan kelinglar, tonirovka, polini sizlarga bonus qilib berishadi. Hammaga rahmat.